Demak, SolidWorks dasturida mana shu chizmani chizib, SolidCam dasturida ishlov berishni o'rganamiz. Xo'p, SolidWorks'ni yangi oyna ocha olamiz. Speridi yuzani tanlaymiz. Xo'p, chizmani screenshot qilib olib o'tib olaman bu yoqqa. Xo'sh, chizishni boshlaymiz. Liniyada hop. Aynan shu chizmaga o'xshab chiqishi shart emas. Qisman o'xshasa, keyin razmerlarni berib to'g'rilab olinadi bu narsa. Hop, razmerlarni teng yarmini yozib chiqamiz. Uzunliklarni qo'yamiz. Bu uzunlik oxirida avtomatik o'zi kelib chiqadi. Xo'sh, ana endi paskalarini, radiuslarini qo'yib chiqamiz. Xo'p, 3 bu joyda 2 1,5 bu joyda endi faqat radius qo'ysak bo'ldi. Skrublyeniyani tanlab 2 bu tarafda 2 skrubleniya. Hop, 1 mana bu joyda 1 skrubleniya bo'ladi. Xo'sh, demak
Keyin bu joyimizda bir skurliniya bo'ladi. Bo'ldi. Hop, 20 radius chizamiz. 20 radius chizish uchun 3 tochkadan chizamiz. Hop. Uzunligi 6 ekan. Hop, mana bu oraliq 3 mm. Uzunligi 6 mm. Hop, radiusi 20. Hop, ortiqcha joyini o'chirib tashlaymiz. Hop, tayyor bo'ldi. Boshqa razmer qolib ketmadi chatda. Qolib ketsa ko'k bo'lib qoladi chizmamiz. Qora bo'ldimi? Endi elementga o'tib, poверхностный babushka qilib, dani bosamiz. Okey. Detalimiz tayyor bo'ldi. Hop, bu chizmamiz endi kerak emas bizga bu yerda. Chizmani сохранить qilamiz. Hop, сохранить как? Mana bu yerda сохранить как? Nechinchi chizmaymiz? Xo'sh, 12-chi chizma. Misol uchun. Okey, сохранить bo'ldi. Instrument SolidCam новый токарная tanlaymiz. Hop. Bu yerda ikkita narsa chiqadi. Внешний bu tashqi qaysidir bitta papkaga сохранить qilish kerakligini bildiradi. Внутренний bo'lsa SolidWorks Spark degan fayl ichiga сохранить qiladi o'zi. Shu внутренний tanlaganinglar qulayroq har doim. Okey bosamiz. Hop, aynan bu yerda chiqadigan narsalar nima? Demak, stanok chipu. Ya'ni qanaqa stanokda ishlayapsiz? Fanukmi, u Hastmi, Siemensmi, JSKmi, umuman olgan qanaqa boshqaruv paneli bo'lsa, shu yerdan tanlab olasizlar. Men misol uchun Fanuk Auto versiyasi, ya'ni Oita versiyani tanlayman. Pastda stanogim shunaqa. Demak, bundan tashqari boshqa Fanuk turini tanlasak ham bo'ladi. Ya'ni G-kodini o'sha bizga kerakli G-kod chiqarib beradi. Demak, detalni nolini olish kerak, zagotovkani belgilash kerak, modelni, ya'ni model detal qilish kerak, ya'ni analiz qilish kerak. Hop. Demak, 0 detal. Detalni ustiga bosamiz. Misol uchun mana bunaqa chekkadan olib qolishi mumkin. Chekkadan olgan paytda pastda, ya'ni 0 detal na degan joyda center поверхность вращения bor. Tanlaymiz. Mana centerdan olib beradi. Agar shu centerdan olib bermasa, ukazать 0 qilib, 0 joyini belgilab ko'rsatamiz. Misol uchun mana bu joy belgilashim mumkin. Yo'q, bu joyda emas, mana bu centerdan belgilash kerak. Shunaqa belgilab turib 0 olish kerak bo'ladi. Okey bosamiz. O'zi avtomatik tarzda analiz qiladi. Hop. Zagotovkani bosamiz. Model ustiga bossak, zagotovkani ko'rinishini olib beradi. Okey. Va 3 ta galochka bo'ldi. Okey bosib chiqib ketamiz bu yerdan. Hop. Va asosiy ish faqat mana shu chap tarafda davom etadi bu yog'iga. Va zagotovkamizning ko'rinishi. Mana shunaqa zagotovkadan mana shu modelni обработка qilib chiqaramiz. Переход ustiga bosamiz. O'ng tugmani bosib добавить переход токарный. Hop, birinchi qiladigan ishimiz yon yuzi old tarafini tekislash. Ya'ni обработка торцовой поверхности, ya'ni yon yuzani tekislash. Создать geometriya, ya'ni kontur ishlov beriladigan yuzani geometriyasini tanlaymiz. Mana bu old tarafida chiziq chiqadi, shuni tanlab olamiz mana. Tanladik, strelka chiqadi mana shunaqa va okey bosamiz. Sipochka paydo bo'ladi bu yerda. Okey bosamiz. Hop, instrument vibrate. Hop, добавить qilamiz. Течение наружный.
Hop. Instrumentni gradusini, ya'ni plastinkani 55 gradusli plastinka tanlab olamiz. Hop. Montajga kiramiz. Rezesimizda noto'g'ri turibdi. Shuni to'g'rilaymiz. 32 ni 0 qilamiz. 150 ni 0 qilamiz. X plus bosamiz. Montajni to'g'rilanadi. Hop, X bosib chiqamiz. Hop. Ana endi daniy instrument degan narsa bor. Daniy instrument bu oboroti, ya'ni 1 minut vaqt ichida stanokda patronni aylanish tezliklarini ko'rsatgan. Chistovoy uchun, chirnoy обработка uchun qanaqa? Va yurish tezligi 0.1 0.5 qilib qo'yamiz. Hop, OK ni bosamiz. Ploskost, ya'ni безопасность расстоянияsi, xavfsiz zona bu 2 mm balandda. X bo'yicha ham Z bo'yicha. Texnologiyada, ya'ni chirnoy обработка bo'tdi. Faqat misol uchun bo'tdi aytadi. Qiymat qoldirasanmi X bo'yicha yoki Z bo'yicha qiymat qoldirasanmi degan narsa bor. Ya'ni 30 tup degan, 30 tupni 0 qilamiz. Biz tarsovkada faqat bir marta o'tsin bo'ldi. Сохранить вычисление bosamiz. Instrument yurishi chiqdi chiziq bilan. Сохранить vaqt qilamiz. Xohlasak har bitta ishni vizualizatsiya qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi bemalol. Tarsovka qildi. Hop. Endi переход, добавить переход. Течение. Hop, bu yerda ham создать geometriya qilamiz. Hop, ana endi mana bu faskani boshlanishidan tanlaymiz, strelka chiqadi va oxiri chizig'i tanlaymiz. Bu oxirini tanlash har doim ham qo'l kelmaydi. Ba'zi paytda butun modeldagi chiziqlarni tanlab olish mumkin. Bu ошибkaga olib kelishi mumkin. Hop, OK ni bosamiz. Sipochka paydo bo'ldi. Hop, OK. To'g'ri bo'ldi. Instrumentga o'tamiz, vibrate. Hop, instrumentni yana добавить qilib o'tirishimiz shart emas. Mana birinchi instrumentni tanlab turibdimi? OK ni bosib chiqib ketamiz. Urvin xavfsiz masofasi bu yerda, ya'ni balandligi 2 mm bo'ladi. Hop, texnologiyada rasmlar turibdi. Mana birinchisi наружный вдол, ya'ni o'ngdan chapga harakat bo'ladi. Tashqi diametrga ishlov berish, bu ichki diametrga ishlov berish. Bu tarsovka, ya'ni oldi qismini tekislashga o'xshagan ish. Hop. Bu zadniy tarsovoy. Orqa tarafdan tarsovkaga o'xshatib ishlov berish. Yo'q, bular kerak emas uchalasi. Bizga faqat birinchi rasmi, hop, наружный вдол kerak. Bu yerda endi chirnoy обработка degan narsa bor, kopирование bor только чистовой. Bizga чистовой обработка kerak emas. Hozir chirnoy обработка qilishni yaxshilab o'rganib olamiz. Hop, chirnoy обработка turibdi. Chirnoy обработкаga o'tamiz tepadan. Расстояние x bo'tdi 0 qilamiz. Nimaga? X, ya'ni ustki qismda, modelimiz ustida, ya'ni detal ustida chistovoy uchun 6 chetga tashlab ketyapti. Biz shuni 0 qildik. Z bo'yicha pripusk, ya'ni mana bu devorlarida 2 chetkadan qoldirib ketyapti. Uni ham 0 qilamiz. Hop. Равнение шаг, значение bu 1 mm, ya'ni har bitta o'tishi, yo'nishi 1 mm dan va yo'ni bo'ldi 2 desetka tepaga, ya'ni 4 umumiy hisobda 4 desetka yuqoriga ko'tarilib orqaga qaytib ketadi. Faqat period, ya'ni chap tarafga qarab harakatlanadi. Bo'lmasa period nazar ham orqaga qaytayotganda ham olish mumkin, ham oldiga yurayotganda olish mumkin. Bu noto'g'ri rezesni sindirishi mumkin. Shuning uchun faqat periodda turgani yaxshi. Xo'p, endi сохранить вычисление. Mana instrumentimizning yurishi chiqib keldi. Tashqari mana bu strategiya degan narsa bor. Agar strategiya olib tassak, mana bu kanavkaga tushib qolyapti, bularni olmaydi. Agar buni olib tassak, mana bu yuzamizdagi radiusni ham обработка qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun
strategiyada mana shu holatda turaversin. Biz примещение qilsak, mana shu joyga olmaydi. To'g'ri, tekst o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun примещение внутреннее qilsak, o'sha yuzalada mana radius bo'lishi mumkin. Ba'zi joyda kanavkani ma'lum bir qismigacha tushib qolishi mumkin. Bu xato hisoblanmaydi. Xo'p, сохранить vaqt qilamiz. Yokida buni ham bitta mana ko'rib olamiz. Hop, vizual течение yo'nishini kanavkalar tushib qoldi. Buni oldi. Mana radiusimiz bor, buni ham oldi. Endi shu yerda strategiyada без примещения внутрь olib tashlab turib, сохранить вычисление и визуализация, vizual течение qilsak, mana shu radius hozir qolib ketadi bizada. Mana radiusni olmadi. Tekst bo'lib qoldi. Shuning uchun bu narsani yoqib qo'yamiz va qaytadan kalkulyatsiya qilib, saqlaymiz vaqt qilamiz. Xo'sh, keyingi ishimiz kanavkalarni ochib chiqish. Добавить. Hop, течение kanavka. Течение kanavkada создать geometriyani mana bu yuzani tanlaymiz. Strelkada mana chiqib keldi, sariq bo'lib turibdi. OK'ni bosamiz. Endi tepadagi kanavkani. Buni ham OK'ni bosamiz. Hop, OK bosib chiqamiz. Instrument Vibrate добавить qilamiz. Внешний kanavka. Stanogingizda instrument nomer necha bo'lsa, shuni yozamiz. Menda misol uchun 5-nomer. Montajga kirib, narsani o'zgartiramiz. 0 0 va x plusni bosamiz. Hop, 0 qilamiz mana. Instrumentimizda to'g'ri bo'ldi. X bosamiz. Hop, kanavka oralig'i boya chizmamizda 4 mm edi. A ni bossak 6 turibdi. Shuni 4 qilamiz. W ni bossak 4,5 turibdi. Uni 3,5 qilamiz. Sababi uchiga nisbatan yuqori qismi ingichkaroq bo'lishi kerak. Hop, OK ni bosib chiqamiz bu yerda. Uровень 2 mm bo'ladi. Agar urib olaman degan bo'lsak, buni 5 mm qilib qo'ysak bo'ladi. Texnologiyada bu ham xuddi shunaqa. Наружный, внутренний, торцовой, задний торцовой degan narsalari bor. Bizda наружный kerak и черная обработка. Bu ham чистая обработкасы bor. Черная обработка tanlaymizda, черная обработка rasteniyalarimizni 0 qilamiz. Bu ya'ni x z o'qlarida chistovoy uchun qoldirilgan qiymat. Hop, bu yuqoridan tushib kelishi 2 mm 2 mm tushib keladi. Va смещение degan narsa bor. Ya'ni z o'qi bo'yicha surilish masofasi 1 mm. Baribir hozir bizda surilish bo'lmaydi. Sabab 4 mm lik o'zi bitta tushadi. Surilmasdan o'zi kanavkani ochib beradi bizga. Hop, сохранить вычисление и kalkulyatsiya bo'ladi va vizual течение qilib ko'ramiz vizualizatsiyada. Hop. Skorost tushiramiz va bitta tushadi bo'ldi. Hop. Saqlaymiz vaqt chiqib ketamiz. Va keyingi ishimiz rezba. Добавить переход, нарезание резба. Создать. Hop. Rezbachining yuzamiz mana bu yuza. Faqat mana shu chizig'i o'zini tanlaymiz. Faskadan boshlab yoki boshqa joylarni tanlab olmaymiz. E'tiborli bo'lishimiz kerak. Har bitta o'sha konturni tanlayotganimizda to'g'ri tanlayotganligimizni. Okay. Okay bosamiz yana. Instrument. Vibrate. Hop, добавить qilamiz. Mana rezbовой наружный. Tanlab, narezание. Xo'sh. Shagi. Misol uchun 3 shaggacha
yoki 3,5 shaggacha ochadigan plastinkamiz bor. Yoki misol 2,5 shaggacha ochadigan plastinkamiz bor. Mana misol uchun stanogimda 2,5 shaggacha ochadigan plastinka bor. Shu 2,5 shaggacha ochadigan plastinkani yozaman. Xo'p. Demak 2,5 Dani instrumentga o'tib, оборотni 500 qilib qo'yamiz. Montajga kirib, 25 ni 0 qilamiz. 150 ni 0 qilamiz. X plus bosamiz. X bosamiz, OK bosamiz. Hop, uровень 2 mm bo'ladi. Texnologiyasi. Texnologiyada misol uchun buni o'zimiz yozib chiqishimiz mumkin yoki tablitsadan qilganimiz yaxshiroq. Tablitsada standart tablitsada metrik tablitsaga o'tkazsak, oyna ochiladi. Bu yerda imенно o'sha diametrimiz bo'yicha ochamiz. 27 shak 1,5 ni topamiz. Xo'p. Bu qizildagilar space rezba hisoblanadi, yashilda bo'lsa bu standart rezbalar. 27 shak 1,5 mana yuqorida 27 shak 1,5 bor mana. OK bosamiz. Сохранить вычисление. Vizual течение ko'ramiz. Vizualizatsiya, vizual tечение. Rezba ochib bo'ldi. Xo'p. Сохранить vaqt qilamiz. Xo'p, oxirgi ishimiz bu kesish. Ya'ni отрезной. Да, отрезать. Добавить отрезка. Создать. Xo'p, geometriya sozdать qilamiz. OK bosamiz. Xo'p, OK. Instrument. Xo'p, bunda endi boshqa instrument tanlaymiz. Xo'p, demak, добавить kanavkaning instrumenti faqat o'zgaradigan narsalar dirjavkada o'tamizda n. Bu ya'ni necha millimetr uzunlikgacha kesa oladi. Ya'ni rezes. Mana bu n ni 30 yozsam 60 diametrgacha kesadi. Hop, оборотimizni 600 qilib qo'yamiz. 600. Va montajga kirib x z ni 0 qilamiz. Mana bu 25 ni 0 qildik. 150 ni ham 0 qilamizda x plus bosamiz mana. Montajda to'g'rilanadi. Hop. 3 va 9-nomerga qo'yamiz. OK. Hop, post 5 mm texnologiya. Texnologiyada hop, sleva turibdi. Mana, bu yerda mana tip ugl, ya'ni burchakni prorez qanaqa kessin. Bu yerda faska bor, skrugleniya bor. Skrugleniyada radiusi 2 qo'yamiz. Hop, levi pravi degan narsa bor. Levi kesib tushib ketadigan joyga ochsin bizaga. Agar xohlasak 2 yoqqa ham radiusni ochishimiz mumkin. Kesadigan, kesilayotgan tarafga ham, tushib ketadigan tarafga. Bizaga faqat kesib tushadigan, ya'ni detalimizga kerak radius. Hop, сохранить qilamiz. Vizualizatsiyada ko'ramiz. Qanaqa chiqadi? Vizual течение. Скоростni pasaytirib ko'ramiz. Hop, demak, radiusimiz to'liq chiqmadi. Boshqa taraf razmer beramiz. Deylik 3 berib ko'ramiz. Mana shunda chiqishi mumkin. Sababi kanavka instrumentini ishlashi sal farqli. Shu uchun. Hop, vizualizatsiyada ko'ramiz. Ya'ni bitta ozgina qoldi bu yerda. Demak, deta 3,5 radius bersak, chiqish ehtimoli bor ekan. Hop, сохранить. Vizual tечение, ya'ni ko'ramiz. Juda kichkina qolib ketdi. Hozir
shuni to'g'irlab olamiz. 4 berib ko'ramiz. Va vizual tachyeniyada ya'ni bir marta ko'ramiz oxirgi marta. Va bu juda kichkina qoldi. Bu nima deydi? Zavsensiyaga o'xshab qoldi. Lekin asosiysi radius chiqdi. Shu yerda. Xo'p, сохранить vaqt qilamiz. Переход ustiga bosib создать управление программой для всех перехода сгенерировать qilsak, bizga G-kodlarini beradi. Biz uni ko'rib chiqishimiz mumkin. Qani to'g'ri yoki noto'g'riligi. G-kodlarimizni hammasi G01 da berdi. Ustki yo'nishini, radiuslarini hammasini berdi. Hop, kanatkaniki hop, rezba G76 da berdi. Hop, kesib olish. Kesib olish ham berdi. Demak, buni agar dastur stanokka kiritmoqchi bo'lsak, programma nomerini to'g'rilab yozamiz. Misol uchun 1154 qilib kopiya qilib olamiz buni. Сохранить как qilib, mana bu 12-chizma turning o'rniga save qilib. Biz va рабочий stolga сохранить qilib, buni o'zini maxsus flashkasiga tashlab turib, stanokka kiritsak bo'ladi. Xo'p, demak, mana shu chizmani SolidCam'da obработка qilishni o'rgandik.